Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, qadrli vatandoshlar, Sharq Turkiston qarindoshlarimiz. Sizlarning bugun shu Sharq Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashining oxirgi qismiga kelib qatnashganingizga alohida rahmat. Bizning yig'inimiz shu bir haftadan yaqin aytib muvaffaqiyatli ochildi. Hamda buning xulosasini bizning siyosiy liderimiz, bizning xalqimizning ma'naviy onasi Robiya xonim sizlarga tushuntirib berdi. Unda bo'lsa, Robiya xonim, marhamat. Assalomu alaykum. Bir haftalik oldingi sapga jangga kelib, men bilan billa onasi bilan oq chashliq onasi bilan ham qiz bilan ham bir jangovar o'zi yetildirgan bir lider bilan billa o'tirib xalqining taqdiriga ko'ngil bo'lgan qarindoshlarim. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Bütün dünyadaki muşu sepki yığılıp kelgen, muşu Washington'a özünün takdiri üçün 20 milyon halkının takdiri üçün baş katırıp onun erkinliği, onun müstakilliği, ulanın azatlığı, ulanın inirgan avazını avaz bulup dünyaya anlatmayan diyen septaşlarından ümit kütüvatkan bütün dünyadaki halkım. Assalamu aleykum. Men mişayga yığılgan barlık yığın iştirakçıları namıdın bütün dünyadaki Şarkı Türkistanlıklarga yalqınlık salam yollayman. Ve mişaydaki yığın iştirakçıları namıdın bütün Uyguristanlı kırındaşlarımga salam yollayman. Vatandaşlar, biz bir haftadan beri bütün dünyanın hem yerden kelip bu Oliy Kengaşni açtık. Biz neçe yıllardan beri bunu içiş fırsatına erişemeyen edik. Mana emde hazır eriştik. Vaqt mı pişip yetti, biz mi pişip yettik. Lekin bizning bu çakırığımızga Xitayning ve dünyadaki o'xshamagan her xil to'salg'inlarning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar sizlar shundoq tez yetib keldinglar. Buningga rahmat. Hem sizlarning oilanglarning mishagislarni avatib, mushu jafo mushaqqatni sizlar bilan tatib, o'zining qapqagan oilanglarga rahmat. Biz bir haftani nihoyatda muvaffaqiyatli bilan, nihoyatda shod-xuramlik bilan oyoqlashtirdik. Lekin qayg'uli ko'z yoshlarimiz yana bizning ko'zimiz, kirpikimizning ostida. Nimishqa biz yig'ildik? Turmida avazını anlatamay turvatkan 70 ming Şarkı Türkistan turmusidagi 70 ming mahbus Xitoy jinoyatchi degan gunohsiz farzandlarimiz uchun yig'ildik. Biz nimishqa yig'ildik? Üstü uchuq turmida yashavatgan, üstü uchuq qorong'ulikda yo'riq tushmay yashavatgan, ovozini hech kimga anglatamayotgan, qo'rqib hatto onasi dadasiga so'zlayolmayotgan, singlisi hadisiga so'zlayolmayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun yig'ildik. Biz nimishqa yig'ildik? Biz o'zimizning Xitoy kommunistlari tarafidan tugutib etmoqchi bo'lgan milliy kimligimiz uchun yig'ildik. Biz nimishqa yig'ildik? Biz o'zimizning imonimiz, e'tiqodimiz va orzu umidlarimiz uchun yig'ildik. Mana shu yig'ilgan yig'inimizni men nihoyatda andisha bilan boshlagan. Chunki mening xalqim boshqa planetda yashayotgandek yashagan xalq demokratiyani bilmaydi. Biz so'qishib ketamizmi? Yoki talash tortish ig'ir bo'lib ketamizmi? Yoki yaxshi bir natijalarni ololmasmizmi degan edim. Lekin mushu 7 kun ichida nihoyatda chiroyli demokratiya bilan Uyg'ur xalqining qinida, vujudida, ahlida nimaning borligini, nimani tez o'zlashtira oladiganligini, yana o'zimning xalqimning nihoyatda tez aslidagi Uyg'urlarga qaytib keta oladiganligini ko'zim yetdi va tasavvur qildim. Ham sizlarmi tasavvur qildinglar. Biz nihoyatda yaxshi erkin, nihoyatda demokratiya bilan, nihoyatda ko'nglimizdagi hamma gaplarni qilib talash tortish qildik. Bu talash tortishlarda vaqirashlar bo'ldi, o'zaro sukut turishlar bo'ldi, ham nihoyatda qattiq jiddiylik ishlar bo'ldi. Lekin hammasining maqsadi Sharq Turkistondagi
20 milyon xalqni erkinlik açıkış. Otur Asiyadaki Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan hem yerdeki qarindaşlarınla erkinlik çıktı. Ular müstakil bolğan vaqtida biz bayram ötküzgen edik. Xitay komünistlerinin aslında mahbi öy bir-birimizni quchoqlashib ko'z yishi qilgan edik. Bugün ular müstakillikning mevasini tetib atadi. Biz o qarindaşlarimizni müstakillikka chiqdi degan şu qarindaşlarimiz uchunmi bugün boshqa turdik. Mana bu 6 kunlik Oliy Kengash Sharq Turkistonda yashayotgan 20 milyon Uyg'ur xalqi uchun emas, O'rta Osiyodagi qarindoshlarning Xitoy tajovuzchilarining topiniga kirib ketmaslik uchun nurg'un tadbirlarni oldik. Biz hem şu endişlerimizni oturga koyduk. Demek biz nihayeti qo'sqi keng, nihayeti mehriban, nihayeti öz tuqqanlarını tonuydigan, qarindoshlarga mehribonlikni beradigan bir xalqkan biz. Men sizlardan faxrlanaman. Biz neçe vaqtidan mustaqillik, öz taqdirini öz belgilash, o'ttir yo'lda menish degan narsani muzokara qilish mumkin emas edi. Hozir biz hammani o'ttirga qo'yaladik. Hammamiz o'xshamagan fikrlarni nihoyat chiroylilik bilan bir-birimiz qabul qildik va bir-birimizning ovozini angladik. Eng oxirida biz nihoyat yaxshi yo'lni tanladik. Chunki biz bu da'voyimizda kuchli bir hokimiyat bilan raqib bilan elishyapmiz. O bizning tapınımız aslında turvatkan ana zeminimizni, biz yugurulgan ana vatanimizni onun emas mening davatıdı. Biz özümüz tug'ilgan vatanimizni mening sen besib alding davatimiz. Qadrli qarindoshlar, Hindistonni besib olgan, Angliya, mayli Fransiya, mayli boshqa Yevropadagi davlatlar nurg'un davlatlarni besib olgan. Rossiya O'rta Osiyoni besib olgan. Lekin ular hergiz besib olgan vaqtida o'zining axloqini yo'qotmagan. Tajovuzchilarda axloq o'rtaq bo'ladi, lekin bir narsa bak namussuzlik bilan kishining zeminini mening devagan emas. Ular qozoq turayotgan, qozoqning, qirg'iz turayotgan, qirg'izning, o'zbek turayotgan, o'zbekning, Hindistonga Angliya kelgan bo'lsa, Hindistonlikninki yana bir yoki yana birisi bo'lgan bo'lsa, u arabning o'zining zemini degan. Eng oxirida ularni tashlab berib chiqatgan. Lekin bizni besib olgan tajovuzchilar, kommunistlar qandoq? U yolg'on tarix yasab chiqadigan, boshqalarning ovozini, naqshisini, yemigini, medeniyetini mening deb oladigan bir yolg'onchining tapining ostiga kirib qolganligimiz uchun biz o'xshamagan bir mustamlikchiga giribdor bo'ldik. Biz giribdor bo'lgan kasal dunyoda hech qanday bir tajovuzchiga uchirgan millatlar giribdor bo'lgan emas. Mana biz giribdor bo'ldik. Birinchi maxfiy o'ltirish, ikkinchi yolg'onchilik bilan ko'mib o'tish, uchinchi xalqimizni yolg'onchilik bilan tarbiyalash. Dördüncü, xalqimizni qo'rqinchoq qilib etish. Beshinchi, xalqimizni yalıngash, atini o'ylamaydigan nomrat qilib etish. Beshinchi, xalqimizni savodsizlantirib etish. Oltinchi, xalqimizni dinsizlantirib etish. Yettinchi, xalqimizni qartib, to'g'izib, o'zining zeminini mening emas degizish. Xalqimizni qartib, turg'izib, men yomon, sen yaxshi degizish. Xalqimizni o'zi xohlamaydigan gap bilan so'zli talaydigan bir kommunist, bir faşistning qo'lida yashayapmiz. Oshundaq tajovuzchi bizni besib olgan. Qarindoshlarim, biz shuning qo'l ostida. Shuning uchun biz bu da'vo biz uchun intayin murakkab, qiyin, shundaq chidamlik bilan, shundaq aqllilik bilan, shundaq strategiyalar bilan biz 200 yildan beri qandoq tugab ketmagan bo'lsak, 62 yildan beri bularning qonliq bostirishida millionlab o'ltirilgan bo'lsak-mu, irodamizni qandoq yo'qotmagan bo'lsak, buningdan keyin ashni shundaq davomlashtira olgan vaqtimizda biz vatanimizni qaytarib ola olamiz. Şon Robert dedi, avval Uyg'uringni saqlab qol, milliy kimligingni saqlab qol, vataning ichida xalqingni saqlab qol. Oningdan keyin sen mustaqillikka yoki erkinlikka erisha olaysan deb. Xitoy hukumatı hozir bizni sistemalik assimilyatsiya qilish bosqichidan qirg'inchilik qilish va o'rnimizdan yo'tkab Xitoylarning orsiga singdirib etish bosqichiga dunyodan hech nomus qilmay atlangan bir davrda bu yig'inni ochdik. Xitoy hukumatı dünyadan iki cihetten faydalandı.
qarindoshlarım, sizlarni bizni qirg'inchilik qilishda, yolg'onchilikka shunchalik dahshatli yolg'onchilik bilan foydalandiki, biri dunyo terrorizm harakatidan foydalanib, mening qarindoshlarimni, mening tinchlikparvar xalqimni qirib tashladi. Oshini vaqirab turib, mening xalqimni bostirdi. Biz dunyo terrorizm harakatining qurboni bo'ldik. Mening xalqimga davlat darajalik terrorizm harakatini epadi. İkinci, dünya iqtisadidan faydalanıp, dünya iqtisadi cihatning davolg'ishidan faydalanib turib, dunyoning kekirdikiga pulni tiqib turib, dal shu paytda mening xalqimni qirg'inchilik qildi. Hech kim ovozini chiqarmadi, mening xalqim dunyoga ovozini anglatmadi. Mushundoq bir kuchlik bütün g'arb dunyosi ekonom, iqtisod deb qo'rqayotgan Xitoyning yoqsidan ashundaq kuchsiz turib, bizni kuchsiz va bichora bo'layotgan holatimizda biz yana jang e'lon qildik. Bu mening xalqimning qahramonligi va botirligi va irodasining, sulmas irodasining xalqimizning kelgusida vatanni qaytarib ola oladiganligining uchiri va masjidi oshining ko'rinishi. Mening qarindoshlarim, sizlarga rahmat. Yig'in nihoyatda muvaffaqiyatli tugadi. Men hayajonlanib o'zimni bosolmay qoldim, nurg'un gaplarim batdi. Bütün dünyadaki Uygurlarımga bugün uçur bolsun, bu yerga toplashgan, bu yerga ivatgan, bu yerga o'zining vaqtini va qimmatli iqtisodlarini sarf qilib kelgan va o'zlarining pullarini ivatgan, o'zlarining barliq orzularini ivatgan xalqimga shu salom bo'lsinki, bu yig'in Sharq Turkistondagi kelgusidagi mustaqillikni tug'adigan yig'in. Oshini oldi. Bu başlanışı, bu Ali Kengash, gerçi de dünyanın hem yerinden Uygurlar bir tedbir tapaylı dep keldik. Tedbir tapaylı dep baş koştuk. Lekin biz hazır xalqaro vaziyat, Xitoyning reallığını nazarda tutup, hazırki xalqaro reallik, xalqimizning hazırki ahvali ve coğrafiyalik şaraitimiz her cihetni tarihi ko'rinishlerimizdan tatip nazarimizda tutup, biz hazır mutlak kelgusi nişanımız müstakillik bo'lsa-mu, hozirgi davoni o'z taqdirini o'zi belgilash bilan elib bordiganligimizni qaror qildik. Bu bizning dunyoga hozircha qiladigan bayonotimiz. Lekin biz mutlaq avtonom degan gapni og'zimizga olmaydigan bo'ldik. Chunki Xitoy hukumati bizga allaqachon avtonomni berib qo'ygan. Biz avtonom degan narsani og'zimizga ham olmaymiz. Avtonom degan narsa bizning million qarindoshlarimizni qirib tugatyapti. Xitoy hukumati ma'lum odamlarni mustaqil chiqib, yasab chiqib, Uygurlarning davosining o'tirg'i nizoh selyapti. Chunki biz mush yo'l bilan maqsadimizga yetalaydiganligimizni his qildi. Biz o'z taqdirimizni o'zi belgilash, xalqaro qonun bilan da'vo etib turib, biz oxirgi maqsadimizni amalga oshira oladiganligimiz haqida birlikka keldik. Buningga hammanglar ovoz berdinglar, nihoyat demokratiya usul bilan oyg'ini davomlashtirdinglar. Nihoyat rahmat, charchidinglar, ham usudinglar. Amerikadaki barliq, Amerikada yaşayotgan qarindoshlarimiz, sizlarni bütün dunyodan kelgan qarindoshlarımni intayin mizlik tamoqlari bilan uyda tamoqlanganda kutib oldi. Buningga rahmat. Sizlarning iqtisodiy jihatdan bütün dunyodan bizni qo'llab, mushu yig'inni ochtirganlarga rahmat. Mushu yig'inni ichishdan bizga so'rin hozirlab bergan Amerika hukumatiga, yig'in ichishimizning bexatarligini qo'g'dab bergan Amerika hukumatiga rahmat. Mushu yig'inimizni naq maydon qilib, bütün dunyoga qarindoshlarimizni anglash imkoniyatini hozirlab bergan, bizdagi yetim bolaning ovozini dunyoga anglatib bergan birdan bir Radio Free Asia, Erkin Asya radio stansiyasiga rahmat. Shuningdek jafoliq ishlagan muxbir qarindoshlarimga rahmat. Mushuni bütün jamiyatda anglab o'tgan, mushu dikildab yurib, mushu televizor stansiyada necha kundan ham do'stlari bilan yig'inga qatnashib, ham anglab muxbirlik qilayotgan bizning Gulchehra qizimizga rahmat. Bütün muxbir efendimlarga va mushu sizlarga yana bir qitim rahmat etaman. Ham shuning bilan birga
bizga sponsor bo'lgan Freedom House, Anidi ve Demokratiya Kişilik Hukuk Fondi Cemiyeti, Uyghur Amerika Uyuşması, Dünya Uyghur Kurultayıga chin ko'nglimda rahmat etaman. Mush bugungi ko'rinishni ko'rayotgan qarindoshlarım, biz sizlar bilan birga butun dunyo ittifoqlashaylik, ham erkinlikka qarab qadam bosaylik. Rahmat. Bizning siyosiy liderimiz ham ma'naviy anamiz Robiya xonimning bergan bu bizga bergan bu go'zal so'zlar, bu ilhomlar, ham qilgan bu bayonotga alohida rahmat. Ham hammanglarning dunyoning o'xshash bo'lmagan davlatlardan jiroq yaqin demay, nurg'un jafoda Amerikaning poytaxti Washingtonga kelib, Sharq Turkiston Uyg'ur oliy kengashi kep qatnashib berganinglarga alohida rahmat. Şunun bilen bizning bu qitimqi oliy kengashimiz muvaffaqiyatli oxirlashdi. Xudoyim buyursa, bir kuni vatanimiz ozod bo'ldi. Hammamiz Washingtonda yoki boshqa davlatda yig'ilmay, o'zimizning vatanimizda, o'zimizning Urumchi, Qashqar, Xotan, G'ulja, Aqsu bo'lsin, ne bo'lsin, shu yerda yig'ilib davlatimizni, vatanimizni boshqaramiz. Rahmat hammalar. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. Ey Allah, uluq perverdigarımız, biz senin rızan üçün, fakatla senin rızan üçün, şu vatanımızda izlivatkan 30 milyon Müslüman halkımızın azatlığı ve hürlüğü üçün, aşularını kutkuzuş üçün bu şeye gelip cem bulduk, özen kubul kıgaysın. Ey Allah, uluq perverdigarımız, neç gündün bu yan müşahede meslehatleşiş, birlik kiliş, fikirleşiş arkalık, nihayeti yakşı, aşu vatanımızın azatlığı, üzül kesil müstakilliği üçün elip berildiğen yol haritimizni tüzdük. Bizni, hemmimizni bu yolda menişki nisip kıgaysan. Bizning manevi animiz ve rehberimiz Robiya xonimning aqida ta ki şu vatanimiz azat bo'lganga kadar harmay talmay birlikte menişki nisip kıgaysan. Ey Allah, uluq perverdigarimiz, biz sana dua kılıp oturuptimiz. Bizning dualarimizni qabul kıgaysan. Muşu yolda özünün vatanının erkinliki, azatlığı, hürlük yolunda ölüp ketken bütün şehitlerimizin ruhini şad kıgaysan. Ey Allah, uluq perverdigarimiz, bizni şu şehitlerimizin yolundan davamlıq menişki nisip kıgaysan. Ey Allah, uluq perverdigarimiz, bizning kelgüsi evlatlarimizni, bizning izimizni besip mağadıgan, bizge izbasar olup mağadıgan, yani dinini, milletini, vatanini soyduğan yaxşı evlatlar, yaxşı farzandlar qilib yetiştirgin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetika ya erhamer rahimin.